Assalomu alaykum. Demak, geometriyaga oid bir ajoyib misolni ko'ramiz. Demak, 3 ta aynalar berilgan. Mana shu tartibda uringan. Demak, katta aynalar bilan o'rtancha aynalarni radiuslari berilgan. Kichik aynalarni radiusini topishimiz kerak. Bunda nima qilamiz biz? Biz bu yerda bir nechta ishni amalga oshiramiz. Birinchisi, katta aynalar va kichik aynalarni orasidagi masofa, ya'ni mana shu masofani topib olamiz. Mana shu masofani. Uning uchun biz qanaqa topamiz? Mana bunaqa chiziqlar o'tkazsak, bu katta R, bu kichkina R. Keyin mana bunaqa chiziq o'tkazsak, mana R bo'lgani uchun mana R minus kichkina R bo'ladi. Mana masofani D deb olsak, demak nima qilamiz? D imiz teng bo'lar ekan R plus R ning Pifagor teoremasidan. Chunki mana yer 90 gradus bo'ladi. Minus R ning kvadrati bo'ladi bu ildizdan. Demak, bu esa bizda 2 ilzosida katta R ko'paytirilgan kichkina R bo'ladi. Demak, bizda D kelib chiqdi. Endi biz mana bu orasidagi masofani topib olishimiz kerak. Mana shu oradagi masofani. Buni ham topish uchun mana shunday qilamiz. Bu R, bu X. Demak, mana bu esa R minus X. Xuddi shu tartibda bu yerda D1 desak, D1 ni uzunligi R plus X ning kvadrati minus R minus X ning kvadrati bo'ladi. Bu ham 2 ilzosida R ko'paytirilgan X bo'ladi. Demak, xuddi shunday D2 imiz ham, demak D2 imiz mana bu masofa D2 desak, xuddi shunday buni ham mana yerda masofasi katta R plus X, mana esa katta R minus X bo'ladi. Demak, bu 2 ilzosida R X bo'ladi. Demak, D1 plus D2 imiz teng bo'lar ekan katta D-ga. Bu yerdan biz 2 ilzosida R ko'paytirilgan X plus 2 ilzosida katta R ko'paytirilgan X teng 2 ilzosida R kichkina R. Buni bo'lib beramiz. Ikki tomonni ham hammasini bo'lib beramiz. Nimaga? R X kichkina R ga bo'lib bersak, shunda bu qanaqa formula keladi? 1 taqsim R ildizda plus 1 taqsim katta R teng 1 taqsim ilzosida X ga. Demak, bu yerdan bizga nima keladi? 1 taqsim ilzosida X imiz teng bo'lar ekan 1 taqsim ilzosida 9 plus 1 taqsim ilzosida 4 ga. Bu esa 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 2. Bu esa 2 tadan bunga 3 tadan. 2 tadan berdik. Endi bu esa 5 bo'ladi. 5 taqsim 6. Demak, ilzosida X imiz teng bo'lar ekan 6 taqsim 5 ga. X imiz teng bo'lar ekan 36 taqsim 25 ga. Mana